Hozir sizni sabab bu xolam ham kelyaptilar, shundami? Sizda nima shikoyatlar bor edi shu paytgacha? Davlenam bor edi. Aha. Davlena yo'q bo'ldi. Bo'g'aq kasalim yo'q bo'ldi. Prostata bezlarda bu kista bor edi. Ha, kistes bor edi. Kista. So'rildirildi. So'rildi. O'ng yoq buyrak so'rildi. Chap yoqda ozroq qoldi dedi. Yaxshiman shukr lekin. Amagim ham yaxshi bo'lib qolibdilar chetda. Ha, oilam bilan birga keldim. Ana. Qizim yaxshi. Siz bu hojonamga ishonib keldingizmi shunda? Ha, dugonam bo'ladi. Dugonangiz bo'ladimi? O'shanga ishonib keldim. Ana boringlarga shukur. Juda ham og'ir kasalliklar bo'yicha hojonalarimiz, hojdadalarimiz kelishyapti. Xorazmda Murod Shifo tabobat klinikasi Yulduzxonova G'aybullayeva namanganlik tabibimiz, vrachimiz qabul qilyaptilar. Eski Qibol teleliniyasini eski binosi ekan, kelaverasizlar. Sizga o'xshagan hojonalarim kelsa bo'laveradimi? O'zingiz bir oz fikr bering. Xudo xolasa kelsa bo'ladi. Jon kerak-ku bolajonim. Avval Xudo yetaklaydi. Sizning bilan bizni sinovchi Alloh. Qolaversa diydor ko'rish nasib bu. G'oyibdan. Shu Namanganning bolalarini, Namanganning doktorlarini nerede ko'ramiz axir? Borib ko'raylikmi? Shu Xorazmga Alloh taolo yetaklagan. Shu sababli bizlar yana yaxshi bo'ldi. Baraka toping. Bitta like bosib, manzil va narxni yozinglar. Hamma ma'lumotlarni tashlab beramiz. Qo'shimcha savolinglar bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qila olsalaringiz bo'laveradi. Maksimal darajada tarqatib yuboringlar, odamlarga manfaatli bo'lsin.